Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalaringiz yaxshimisiz? Bugun 2025-yil 5 sanasi aprel sanasi. Ertalabda yomg'ir yog'di. Hozir tinib qoldi, lekin havo nihoyatda shunaqangi zo'r. Menga shunaqa havo judayam yoqadi. Shunaqa havo yoqimli. Mana bu olchamiz, o'rtoqlar. Endi shu olcha gullagandan buyon yomg'ir yog'di. Endi gullarini olib qolaladimi, yo'qmi, bilmadim. Rossayam gullagan. Qarang. Rossayam. Mana endi kartoshkalarimiz, hurmatli opa-singiljonlar. Mana kartoshka chopiqqa tayyor bo'lib qoldi. Kecha YouTube'ga kirib o'rgandim. Endi men ham aytaman-ku, har doim men juda katta mutaxassis emasman, mirishkor dehqon ham emasman. O'zim bilganlarim, o'rganganlarim asosida harakat qilib yetishtiraman. Mana hozir kecha kirib o'rgansam, kartoshka chiqqandan keyin yer yuzasidan 15 santimetr bo'lgandan keyin chopish kerak ekan. Endi kimdir chopish kerak deydi, kimdir chopmaslik kerak deydi, bilmadim endi. O'sha YouTube'ga kirib o'rgansam, o'sha agatlarga ammofos emas, boshqa o'g'itni aytdi. Shu doridan solib turib chopish kerak deyishdi. Endi yengil qilib chopib qo'yamiz. Mana o'sha chopishga tayyor kartoshkalari, mana qarang. Bir xil bo'lib chiqishdi. Mana juda chiroyli. Endi u ko'rinmagan joylarda ham chiqib kelyapti. U ham yetib oladi narigi kartoshkalarga. Havo shunaqangi zo'r, o'rtoqlar. Menga shunaqa havo yoqadi. Mana qarang. Endi o'sha bo'sh qolgan joylarga ham, mana bo'sh qoldi shu joylar. O'tgan yil gul bor edi. O'sha gullarim chiqmadi. Bir qanaqadir gul chiqdi, ana o'sha o'tgan yilgi guldan. Qolganlari chiqmadi. Endi yo'llariga boshqa gullardan olib chiqib, mana shu qatorga, mana shu qatorga, mana shu ramachkagacha ekmoqchiman. Bu tomoniga mana salviya urug'larini ekib qo'yganman hali, lekin chiqmadi. Shunaqa gaplar mana o'rtoqlar. Kartoshkani endi chopish kerak. Keyin sug'oramiz. Chopgandan keyin yaxshi kartoshkalarim mana. Yaqindan ko'rsatay. Mana. Mana. Juda chiroyli, ko'z tegmasin. Mashalloh deb qo'yamiz, o'rtoqlar. Endi mana bu olmam, hurmatli opa-singiljonlar, obunachilar, meni doimiy kuzatuvchilarim bilishadi. Mana shu joyda bir tupgina mana kichkinagina olmam bor, mana. Bu yil endi gullari kam, mana bu shoxlari rossayam ko'p meva berar edi. Endi bu yil gullamadi, o'rtoqlar. Juda gullari kam, ana bu tepalarda. Kam gullar. Mayli endi. Boriga shukr qilamiz. Mana bu joylarida ham gullari juda kam. Judayam ko'p meva berardi. Bu olmamiz. Bu yil dangasaliga tutibdi shekilli, o'rtoqlar. Mana bu olchani holchasi. Mana gullari olib qopti, o'rtoqlar. Olchasi bor. Mana olib qopti. Olcha. Mana bunisi endi ko'karmadi shekilli, bilmadim endi. Mana bu ham olcha. Mana bu men buni olma ekan, olma. Ko'chatdi. U ana bu joyda mana bu klonka tushibdi. Shuni ololmayapman. Chunki tushsam analar loy. Tusholmayman-da. Shuni olib qo'ymoqchiman, lekin ololmayapman, o'rtoqlar. Piyon gulimiz ana. Yomg'irda maza qilib suv ichib oldi.
Mana bu olmachamiz mana ochilib turibdi. Bu yil olib qola olmasa kerak, nima deysizlar? Opa singillar. Olib qolsa ko'ramiz. Mana har doim sizlarga ko'rsatib boradigan olma. Bu tomondagi shoxlari rosa gullagan. Nargi tomondagi shoxlari uncha gullamagan. Mana ko'rinyaptimi sizga? Rosa ham gullari ko'p. Mana endi sekin pastga tushishga harakat qilamiz. Mana bodomdan ushlab. Mana taglariga rosa bodom gullari to'kilgan. Mana unchalik loy emas, oz-moz yog'ib o'tdi xolos yomg'ir. Mana bu giranimizni avvalgi gullaganini olib tashlaganda mana ochilyapti. Mana. Endi mana bunisi ham mana g'unchasi bor ekan. Mana ochiladi. Xudo xolasa. Ana rayhonlarimiz. Endi mana bu joylarga hali lo'ya ekmadik, endi ekib qo'yamiz. Yomg'ir tinsa, xudo xolasa. Endi bu yoqda mana atir gullarimiz, chinni gullarimiz. Mana bu gulimiz ham mana ochildi. Mana. Qarang. Ochildi. Endi tuvakdagi gullarimiz mana. Eshikda mazza qilib nafas olishyapti o'rtoqlar. Mana shifleriya gullarimizni nimaga qo'ygan edim? Yomg'irga yuvilib qoldi mana changlari. Zo'r bo'lib. Mana gullarimiz eshikda mazza qilishyapti. Malachay gulimi hali ham tuproqlarni almashtirishga qo'lim tegmayapti, vaqtim yetmayapti. Endi chiroyli qilib yaxshi o'g'it bilan tagidagi tuproqlarini almashtirib qo'yamiz. Almashtirib qo'yaman. Mana denejniy gulimiz. Mana bu gulni kalanxo'y. Mana singlim Arofatxon olib kelibdi menga. Mana. Buni xudo xolasa katta qilib ko'paytirib olaman. O'zi ham kattagina ekan. Mana bu gulimizni ham tagidagi tuvagini almashtirishim kerak. O'zi yaxshi gul. Nomini bilmayman, lekin juda chiroyli ochiladi. Bitta shoxida to'tta bo'lib, chiroyli bo'lib ochiladi. Hozir nomini bila olmayapman. Pushti rangda, pushti. Mana bu gulimiz keyin. Mana bu manzara gul. Mana shundoq mana. Katta. Manzarali manitini sindirib ham olishibdi, ko'taraman deb. Tuvak kattada juda ham. Mana uzumlarimiz ham barglari katta bo'lib qoldi. Yana biror haftada xudo xolasa bulardan nima qilamiz? Do'lmalar qilamiz, kavatak qilamiz, kavatak. Mana. Menga mana shu havo juda ham yoqadi o'rtoqlar. Kecha bu yomg'ir yog'ishidan avval mana olma. Holatim juda ham yomon bo'ldi. Bir joyim og'rimadi. Lekin og'irlashib, bir kayfiyatim yo'q bo'lib, shunaqa bo'lib yurdim. Kechki tomonga borganda havo sal yurishganday bo'ldi. Shunda yengilladim o'rtoqlar. Endi hozir yaxshi mana. Hozirgi havo juda ham menga yoqadi. Yomg'irni yaxshi ko'raman. Yomg'ir yog'ib turgan paytini. Hammalaringiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hovlidagi go'zallik kanaliga xush kelibsiz. Yana efir orqali uchrashib, suhbatlashguncha sog' bo'ling. Kartoshkalarimiz chopilgandan keyin yana ko'rsataman. Obuna bo'lganlar kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Like bosib qo'ying. Fikr mulohazalaringizni qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.